Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Bugun mana shu texnika xizmatlarimiz bor edi. 3 ta texnikamiz. Qo'shnimizniki begona emas. Mana shu Og'daryo, Samarqand viloyati Og'daryo tumani bo'ylab, yaqin bo'lsa Payariq tumani bo'ylab ham kelishilgan holatda xizmat qilinadi. Xo'p, birinchi texnikamiz mana shu 5253 samasvalimiz. Ikkinchisi meni pagurchigimiz. Hamsa bu pagurchik endi soat bo'yi ishlaydi, to'g'rimi? Soatiga ob'yomga ham kelishaveramiz. Soatiga ob'yomgami? Soatiga qanchadan bo'lyapti endi? Ishiga qarabdi. Aytingda endi bu qiziqda shunga qarab bekarimga telefon qilavermaydi endi. Ya katta ob'yomga sal kelishtiramiz. Kelishtirasiz, to'g'ri. Bo'lsa 700-800 ming bo'ladi. 700-800 mingdan. Aha. Unisi esa Kattaroq ob'yom bo'lsa kelishtiramiz. aha, betadan meshalkamiz. 3 kubalik dedingiz-a buni? 3 kubalik dedingiz-a buni? Qo'shlar ko'targanda qilish kerak-da. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Bu ham soat bo'ymi? Ya bu kuba kelishamiz. Aha. Nech pul bo'ladi endi kubas? Kubini kelishtiramiz kattaroq ob'yom bo'lsa. Kattaroq ob'yom bo'lsa kelishtiradi. Xo'p, endi meni kamroqlarchi. Ularga ham kelishtirib boraveramiz shu atrofga bo'lsa. Pulni aytingda pulini hamsiya. Pulini kelishtiramizda bilmasam. Kelishaveramiz va. Ya hali yangi olgan bu hamsa ham texnikalarni uncha chiqarmadimi, bilmadim endi. Xo'p, mana shu 3 ta texnikamiz xizmatda. Abdujalil aka hamsiyamiz. Mana telefon nomerlarimiz 99lik 504 8671 nomerlariga aloqaga chiqarsa. Asosan mana shu Og'daryo bo'ylab xizmat ko'rsatamiz deyilyapti. Yaqinroq bo'lsa Payariq tumanlariga ham xizmat ko'rsatish mumkin. Mana shunday beton ishlar bo'ladimi, yer tekislash ishlar bo'ladimi? Nur toshmi, mana shu yuk toshmi farqi yo'q. Nima ish bo'lsa, xudo xolasa mana shu hamsiyamiz xizmatda kelishtirib qilib beradi. Men nomidan, kanal nomidan chiqsalaringiz. Salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum.